Assalomu alaykum. Mani ismim Ravshan. Mana shu mening uyim qurilish kompaniyasida bosh prorab bo'lib ishlayman. Mening uyim turar joy majmuasida qanday materiallardan foydalanyapsiz? Bu loyihada asosan qurilish materiallaridan pishgan g'isht, sement marka 400 hamda 500, armaturalar diametri 8 dan to 32 gacha loyiha asosida berilgan ana shu armaturalardan foydalanamiz. Pishgan g'ishtning afzalliklari nimada? Uyimizni mana pishgan g'ishtdan quryapmiz. Loyiha asosida, chunki pishgan g'ishtning afzalligi ham mustahkam bo'ladi, ham sovuqda issiq saqlaydi, issiqda esa salqin saqlaydigan xususiyatga ega. Qurilishda katinka, ya'ni metall stержень qanday vazifani bajaradi? Katinka simni asosan biz ishlatayotgan joyimiz mana shu arma karkas, armaturadan karkas yasashda ishlatamiz va uni loyiha orqali qanaqa shagi, oralig'i qanaqa bo'lsa, xuddi shu oralikda qo'yib chiqamiz. Sababi u arma karkasni mustahkam qilib ushlab turayotgan va mustahkam qilib turayotgan yagona vositasi bo'ladi. Metall shetkalar haqida ham aytsangiz, ular nimaga kerak va qayerda ishlatiladi? G'isht terayotganda mana shu g'ishtni orasiga hamda tomni yopayotganda betonni tagiga hamda fundament podushkani tagida qo'yib, undan keyin beton olib, undan shunday foydalanamiz. U mustahkamlikni oshiradi. Shu materiallar hisobiga mening uyim loyihasi boshqa binolardan nimasi bilan ajralib turadi deb o'ylaysiz? Bu uyimizni boshqa insonlardan farqi shundaki, bu nihoyatda sifatli qurganimiz hamda loyihadagi ko'rsatilgan qurilish materiallarini to'g'ri foydalanganimiz hamda uy shuni evaziga sifatli va yaroqli va talabga javob beradigan bo'lib quriladi.